Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. İqtisadi davalğuş davam qılğanlıqdan Xitayning pay chekini tökmə qılıb setishda rekord yaratılgan. İqtisadning davamlıq turaqsız öy mülk kəsmining davalğıb turishi natijasida chet el savdogarlari Xitayning pay chekini tökmə qılıb satqan. Yahoo iqtisad xəbərlərining 1-sentabr kunidagi xəbərdə aytilishicha, iqtisad vaqti xəbərining mölçəriga qaraganda chet el savdogarlarining Xitoy pay cheki bozoridagi sap setish miqdori 12 milliard 400 million dollar bo'lgan. Bu 2014-yildan buyanqi eng cho'ng chekinish hisoblanadigan. Ümitga to'lgan bir fasldan keyin Xitoyda pul paxalligi yuz berib, yoshlarning ishsizlik nisbati tarixdagi eng yuqori rekordni yaratgan. Haddidan ziyoda qarz Xitoyni cho'ng hal qilish choralarini tepishda amalsiz qo'ygan. Amaldorlarning parch-purat yordam qilishi chet ellik mablag' solg'uvchilarni Xitoyning iqtisodining chekinishini yengishga qoyil qilishda natijasiz qo'ygan. Bir talay tadbirlarga qaramay, sansifirlar yanada ojizlikni ko'rsatmoqda ekan. Payshanba kuni Xitoy yasamchilik ko'rsatkichi faoliyatlarning uda 6 oy azayganligini, iste'molning tuvan bo'lishi sababli mulozimat kasblarining texmo kasotlashganligini ko'rsatgan. Boshqa sonliq ma'lumotlar Xitoyning oldingi qatordagi uy mulk setishlarining 1 yil burunqiga qaraganda 3dan 1 qism tushganligini tushundirgan. Xitoydan sarmoyaning eqib ketishi Xitoydagi siyosiy xatardan, ya'ni Beijingning ortgan musabitligi sababidan ekan. Iqtisodshunos Robin Brokis mablag' solg'uvchilar Beijingning kun sayin kuchayotgan musabitligi natijasida chekinishni tanladi degan. Beijingning yangilangan josuslikqa qarshi turish qonuni chet el shirkatlarini texmi cho'ng xatarga duchor qilgan. Amerika savdo ministri Jayna Roymindo yaqinda g'arb shirkatlarining Xitoyni mablag' selishga bo'lmaydi deb eskartganligini aytgan. Xitoy batareya ishlab chiqaruvchisining to'rda oshkorlagan bir necha doklad va rasmlardan ma'lum bo'lishicha, Michiganda 2 elektrik batareyasi zavodi qurishni planlagan Amerikadagi Goshin shirkatining Xitoyda turishliq ana shirkatidagi xizmatchilar Xitoy kompartiyasining qasamini ichib, Qizil armiyaning kiyimini kiyib, dala ziyorati qilgan. Kundalik chaqirg'uchi xabar torining 31 avgust kunidagi xabarda aytilishicha, 2021 yil iyul va avgust oylarida Goshin shirkatining yuqori texnikalik energiya shirkati Xitoyning Anhui o'lkasidagi kommunist inqilobiy xotira muzeylarini ko'p qatim ziyorat qilgan. Bu ziyorat jarayonida xizmatchilar Qizil armiyaning formasini kiyib, "Men umrimning oxirigacha kommunizm uchun kurash qilaman" degan. Chet el vakolatchilarini tizimlash qonuniga asosan Markaziy Kaliforniyaga joylashgan Geshun 550 ming kvadrat metrlik 2 ishlab chiqarish tesisi insho qilish uchun 2 milliard 400 million dollar mablag' selishni planlagan. Fox xabarlarining doklatiga qaraganda, Michigan batareya zavodini insho qilgan Xitoydagi bosh shirkat 923 nafar Xitoy kompartiyasi a'zosini ishlatadi ekan. Kundalik chaqirg'uchi xabar torining bildirishicha, Geshun yuqori fan texnikalik shirkatining bosh ijroiya amaldori Lijenni o'z ichiga olgan 923 nafar Xitoy kompartiya a'zosi mazkur shirkatda ishlaydi ekan. 2021 yil 7-oyda Geshun yuqori texnikalik shirkatining Xitoy kompartiyasi komiteti 50 nafar xizmatchi uchun 2 kunlik shirkat sayohati tashkillab, Anhui o'lkasidagi bir qancha inqilobiy o'rinlarni, xotira saroylarini ziyorat qildirgan. Ziyorat jarayonida Qizil armiyaning formasini kiyib, Qizil armiyaning naqshlarini aytib, Xitoy kompartiyasining qasamini ichgan. Anhui o'lkasining Xovshin noyasidagi inqilobiy xotira saroyi ayni vaqtda Qizil armiyaning bazasi bo'lg'achqa, abida xarakterlik ahamiyatga ega ekan. 2021 yil 7-oyda Geshun yuqori texnikalik shirkati yana bir shirkatni Xitoy kompartiyasining uzun musofirlik piyoda safariga hurmat bildirgizish uchun Anhui viloyatining Daybi teg'iga elib chiqqan. Michigan Demokrat valisi Granchen Whitmer Goshin shirkatining Michiganda 2 elektrik batareya zavodi qurish planini qo'llaydi ekan. Bayden hokimiyati oylardan beri davom qilib kelayotgan davlat bexatarlik tekshirishidan keyin Goshinning turiga yeshil chiroq yoqib bergan. Amerika savdo ishlari sekretari Jayna Roymindoning aytishicha, Amerika shirkatlari uningga shirkatlarga jarimani qo'yish, hujum qilish va boshqa harakatlari tufaylidan Xitoyning mablag' solg'ili bo'lmaydigan holatga kelib qolganligini, dunyoning ikkinchi cho'ng iqtisodiy kuchi bilan tijorat qilishning xatarlik bosqichga kirib qolganligini aytgan. CNBC xabar torining 29 avgust kunidagi xabariga qaraganda, Amerika amaldorlaridan tarkib topgan hay'at Beijingdan Shanxayga qarab yo'lga chiqqanda,
Poyezdda muxbirlarga qilgan so'zida Amerika şirketlerining Xitoyga qanday qaraydiganligini tushuntirib bergan. Gina Romindo Amerika savdo jamiyatidan xatarlik bo'lganlikdan Xitoyga mablag' selishga bo'lmaydiganligini ko'p anglaganligini, Amerika şirketlerining boshqa davlatlardan fursat izlayotganligini aytgan. U seshanba kuni Beijingda tashkillangan bir yig'inda Xitoy katibashi Li Chang bilan so'zlashganda Amerikaning sun'iy aql, iqlim o'zgarishi, zaharlik chekimlik haqidagi masalalar ustida Xitoy bilan hamkorlashishni xohlaydiganligini bildirgan. Roymindo ikki darajadan tashqari cho'ng davlat o'rtasidagi surkilishning kontrollikdan chiqib ketishidan ansirab, iqtisod va mudofaa sohasida aloqani kuchaytirish uchun Xitoyni eng oxirgi qatim ziyorat qilgan Bayden hukumatining amaldori hisoblanadi ekan. G'arb siyosiy obzorchilarining tanqidlarida bo'libmi demokratiya ostida qilinayotgan siyosiy aldamchiliklarga qarata bir qism obzorlarda Birlashma hukumat deganlik Group 8ga o'xshaydi, ehtiyot qilmoq kerak degan qurlar kechidi. Demakchi bo'lgani siyosatchilar bir qurilmaning ahli bo'lib xato qaror elishsa, qolgan o'qituvchi partiyalar buningga darhol mudohala qiladi, uni pash qiladi yoki kelib chiqish oldidagi xatolikdan ogohlantiradi. Lekin Birlashma hukumat xato qaror olsa, demak bu ularning xalqni birlashib yasaymiz deganligidir. Obzorchilar deydiki, gaz shirkatining sho'balari orasidagi kengashda idoriy birlik xato qaror chiqarsa, uning xatoligini xizmatga tushgan hamon bayqash mumkin. Lekin Birlashma hukumat xato qaror chiqarsa, ko'pincha holda xatolik ziyonni tortib bo'lgandan keyin bo'ladi. Vabali xalqqa bo'lgan. Aslab ko'radigan bo'lsak, bu obzor bizga 2-Cumhuriyet tariximizning taqdirini eslatmay tura olmaydi. Shu chaqda har qaysi tarafdan tashqi besim shakllantirib, o'xshash mustaqillik deydigan guruhlar tashqi besim bilan moslashib turib, ideologiyasi va siyosiy mavqesi sog'lom bo'lgan Cumhur raisi boshchiligidagi tashkilni Birlashma hukumat qurishga qistagan. Bu amalga oshgandan keyin Cumhuriyetning ideologiyasining qurg'uvchilarini ko'zda yo'qotib yoki tuzitib, o'rnini Birlashma hukumat tarafdorlari egallagan. Natijada Sharq Turkistonni tinch yo'l bilan qo'shqo'llab taslim qilish vazifasi mazkur Birlashma hukumatning haliqi xiyonatlik bitimiga kelish natijasida vujudga chiqqan edi. Mundaqcha aytganda, Birlashma hukumat atliq qo'tanning yasalishi mustamlikchilik davrining boshlanishining muqaddimasini yaratgan. Ishg'olchilikning mashruiyat qozonishidagi ochqichiga aylangan edi. Takarrur tarix yana shuni farqli variant va farqli bo'yoq bilan qarshimizga chiqayotganligi, mash'um tarix kunimizga kelib, yana bizni o'xshash qismatning iskanjasiga qistavotgan siyosiy nodonlikning badalini aslab to'ltishga ishtiradigan bir atmosferaning shakllanishiga yang turayotgan bir holat aks etib turibdi. Qaysi bir mutafakkirning aytganidek, haqiqat yasab chiqilib bo'ladigan narsa emas. Suiqasdlik siyosat dal yasab chiqilgan haqiqatning me'mori bo'lib, haq ahlining qo'lida idora qilinmagan siyosat haqiqatni qo'nchoqlashtirishdan, qilich bo'lib xalqning qinini to'kkicha aylanib qolishdan saqlanmaydi. Aslida sun'iy barliqqa kelgan hukumatlarni avval originalda qabul qilish, arqadan orijinalini, yana kelib hukumatning qurilish ideologiyasi bo'lgan milliy irodada tavranmaslikni adoq shuar qilgan asliligi bor bo'lgan bir hukumatni krizisni undirmalari bilan tang o'ringa qo'yish, millatni ahmoq qilib o'ynashdan, ishlab kelayotgan hukumat mexanizmiga cho'moq silib, sun'iy kun tartib yasab yo'lni oqsitishdan boshqa ish emas. Yana kelib buni bir turkum siyosiy tutumlari har turli siyosiy ansambulchilar bilan talada ayrim, mehmonxonada ayrim lapar o'ynay oladigan texi 4 yil muqaddam mustaqillik irodasini jakarlash tipidagi imzo ishida o'sayga ketgan, aksicha Mr. Jackning milliy mustaqillik irodasini ziydiligüchi Şinjan ismida mavzu qo'yilgan imzo faoliyatining aktiv tashviqotchisi bo'lgan shaxsiy hayotiga qaralsimi, biror Uyg'ur bilan to'y qilganligimi bilinmagan, o'z pishtining kimligining Uyg'ur bo'lishiga ahamiyat bermay o'tgan millatchi siyoqidagi tiplarning mundaqcha aytganda, siyosatning vankempirlarining qo'lida ishga oshirilmoqchi bo'lganligining o'zila buning bir turlik asorat ahdnomasini yangilash projesining bir qismi bo'lishini ta'kidlamay qolmaydi. Xulosalaganda, ishni Sharq Turkiston hukumatidan boshlash projesining siyosiy harakatga cho'moq silishda, ishni oldi bilan original hukumatni Medin Chaynasman yasalgan undirma hukumatlar bilan aralashtirib harmonlash, buzish, mundaqcha aytganda, puqi bilan bulmuqini aralashtirib yetishdan boshqa ish emasligi o'rtada. Burhan Muhammadning siyosat do'qmishining vankempirlari nima deydi nomli maqolasidan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.